Assalomu alaykum obunachilar, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Tanijoninglar sog'mi? Hammaga alangalik salom. Mana zerikkanimdan ko'lga keldim. Mahallamdagi qarmoqni qisib kelaverdim. Xullas, ob-havo ham taxminan 45-50 daraja issiq. Ozgina shamoli ham bor. Zerikkanimdan mana bu yerga keldim. Xullas, ochiq maydonlik ko'lga keldim. Xudo xolasa, mana shu yerda dam olib ketaman bugun. Mana bugun 1-avgust. Xullas, issiq havo, mana shunday nimalar, gaplar. Nima qilib tashlab qo'yibmiz endi, qarmoq iladimi yo'qmi? Xullas, nima deydi, zerikmaslik uchun aylanishga kelganman. Kichkina baliqlar bor. Xullas, zikash deydi. Mana bunday qarmoqcha yasadim, kichkina, samodelniy. Mana baliqlar bor ekida. Xullas, iladimi yo'qmi bilmayman, prosta zerikkanimdan kelganman. Endi bu yoq qanday bo'ladi, birgalikda ko'ramiz, kuzatamiz. Iladimi yo'qmi, xudo biladi. Prosta zerikmaslik uchun keldik. Mana shunday ochiq maydonlik, nima deydi, zikash deydi, kichkina kanal. Xullas, ichida baliqlari bor. Mana shunday aylantirib ko'rsataman sizlarga, kichkinagina obzor qilib. Mana shunday joylar. Xullas, havo ham issiq, 45-50 taxminan. Lekin ozgina shamoli ham bor. Xullas, mana shunday joylar. Mana bu yerda velikda kelganmiz. Xullas, mana shunday toza havo, aylanib dam oladigan mahalladagi eng kichkina joylar desa ham bo'ladi. Xullas, mana shunday gaplar. Oradan taxminan umuman aniq 3 yillar o'tib, qadamim yetyapti bu yerlarga. Oldin qo'ylar boqardik, mollar boqardik bu yerlarda. Mana oradan 3 yil o'tib, mana yana qaytadan keldim. Xudo xolasa, 3 yil deganda bu yerlarga qadamim yetib turibdi. Xullas, ana baliq borlikda bor. Iladimi yo'qmi, endi prosta nima, zerikmaslik uchun aylanishga chiqdim. Kichkinagina anavi yasaganman. Xullas, qarmoqcha. Prosta nima deydi, zerikmaslik uchun, toza havoda aylanish uchun keldim bu yerga. Shamol ham bo'lyapti. Havo yaxshi. Toza havo. Xullas, bu yoqda sholi, bu yoqda kichkina kanal, xullas paxta, xullas ketaveradi bu yoq. Paxta endi bu yoqda, bu uzoqroqda. Mana shunday joylarga keldim. Mana 3 yillar o'tib oldin yurgan joylarim. Mana shunday gaplar, obunachilar. Mana mayin shamol. Maza qilib aylansa, dam olsa bo'ladigan ko'l deydi, ko'l. Mana kichkina qilib qarmoqcha yasaganman. Mana bu yerda nimasi, halqasi. Mana bunday kichkina halqasi. Tagida endi kichkina anavlar bor. Xullas, baliqlar iladimi yo'qmi endi bilmayman. Prosta havo almashtirish uchun, zerikmaslik uchun ko'lga, maydonlikka keldim. Ochiq nimaga, toza havoga. Xullas, ana shunday gaplar, obunachilar.
mana shamol esyapti. Xullas, mazza qilib aylanishga arziydi. Chunki toza havo albatta yaxshi. Mana yoshlik paytimiz yurgan joylar, xullas qo'y boqib, mol boqib yurgan joylarga mana oxiri keldim. Oradan 3 yil, 4 yil kerak bo'lsa o'tib keldik. Shunday gaplar obunachilar. Mana shunday xamir nimaga o'rab tashlayapman. Kelsa keldi, bo'lmasa yo'q. Xullas bitmaslik, nima deydi, zerikmaslik uchun albatta lekin qishiga bu yerda anchagina baliq nima qilsa bo'ladi. Mana hech narsa tutmasam kerak deb o'yladim. Mana 6 ta 7 ta ildirdim. Endi bu xolasa uydagi alovoy mushukcha uchun. Mana kichkina, kattalar unchalik yo'q. Xullas mana shunday kichkina baliqlar bor ekan. Xullas obunachilar, oldingi yurgan joylarimda yurganimga ishonmayapman. Xuddi tushga o'xshaydi. Nahotki. Xullas ana shunday gaplar obunachilar. Mayli sog' bo'ling, omon bo'ling, xayr.